Endi uni aytishni bu yerda o'rnimi emasmi bilaman. Hojilarimizni ichiga uni qolish ehtimoli bor ekan. Dallidilar, yuvish ehtimoli sal qiyinroq bizankining. Ya uyda emasda, ya'ni safardamiz axir. Haftada 3 kundan almashtirsalar ham yetib ortadi 3 dona go'nakim. Ha, Ro'za-i Ramazon oyida va undan keyin umraga ketaman deganlar uchun Qadr magazindan zo'r yangiliklarimiz bor ekan. Hozir sizlar Rasulbek tushuntirib o'tadi, xudo xolsa. Avvalambor assalomu alaykum. Yaxshi keldingizmi? Rahmat, Xudo xolasa bismillah deb eng kerakli narsalardan boshlaymiz. Eng kerakli narsa umrada bizda asosiysi ehrom bo'lar ekan. Ehromdan bizda bu bilan ko'rtibsiz, dum ko'p. Ehromni sifatlisini olgan durustroq ekan. Sababi eningda turganda havo o'tkazishi ham quyoshdan saqlashi dalatmidi. Buni 2 xili bor. Bizda yana 100 ming so'mdan tutib ta 300-400 ming so'mdan ehromlar bor. 300-400 ming so'm esa bor. Narxlarni kelishib berilaveradi. Qarang, shuni oxirida aytib berar, yana bir savolim bor-da. Bular farqi nima ekan? Farqi tovarinda. Materialda ko'pisi o'zaysan bilasan sintetik aralash narsa u issiq o'tirmaydi, dalatadi. Imbasa havo o'tirib yengil aylangan havo aylantirgan hisobini xudo xolasa bir yengil aylangan hisobida mazasi olasiz. Xudo xolasa hurmatli obunachilar, bu qimmatroqni alodan bo'lsangiz, xudo xolasa hazatib yengil yurishsa, bir ziyoratlaringiz ham ko'ngildagidek bo'ladi, xudo xolasa. Keyin go'nak kerak bo'ladi. Kamida 3 go'nak almasalar bo'lmaydi ekan, sabab 16 kun yuriydilar. O'anda bizga qaraganda issiqroq ekan, 30-35-40 gradusdan bo'lib ketish ehtimoli bor. Dallidilar, yuvish ehtimoli sal qiyinroq bizankining. Ya uyda emasda, ya'ni safardamiz axir. Haftada 3 kundan almashtirsalar ham yetib ortadi 3 dona go'nakim. Ha, tushunarli. Iloji boricha 3 dona go'nak olib kelasiz, yaxshi ekan. Go'naklarimizni narx-navolarini bir tushuntirib bersangiz. Narx-navolari 120 ming so'mdan to 500 ming so'mdan go'naklarimiz bor. Keladilar, sodalashadilar, ko'radilar, sifatini ko'rib olaveradilar. Bo'ldi. Har xil modellar bor ekan. Yana ko'rib turibmiz o'zingiz ham. Ko'rib tursangiz, chiroyli modellarni tahlil qilib xudo xolasa. Endi Rasulbek hojatalarimiz va hojag'alarimizga ko'rsatdik. Xojinalarimizni navlarimiz bor, xudo xolasa. Xojinalarimizni inshaalloh ko'rsam, yuring asa. Xojinalarimizni. Bismillah deb yana kelaveramiz asta. Bir tushuntirib bersangiz. Yine xojinalarimiz yana keldik. Xojinalarimizdagi ehrom go'naklari, lozimi, maykasi, tapishkasi, shuning chiroyli ko'shlardan kelib qo'ydik xojinalarimiz uchun. Narxini necha? Narxini keladigan bo'lsak, shtabshini 35 ming so'm qilib beramiz. Shtabshini 35 ga berasiz. Inshaalloh. Bo'ldi, xudo xolasa. Go'naklardan bir narx-navolar nechadan boshlanadi, nechacha? Go'naklarimiz 125 ming so'mdan boshlanadi, ta 250 ming so'mgacha bor. Sifatlari garantiya. Yangi Instagram uchun aytgan gapingiz bor-ku, shuni ham bir aytib bersangiz. Nafaqat bo'ladi deb umid qilamiz. Iltimos, xojinarimizdan so'rab qolamiz. Iloji boricha ehroma o'zbek odam oq kiyishim shartda bo'ladi. U oq kiyish shart emas ekan. Xolos yana yashili bor, serisi bor, ko'ki bor, qarasi bor. Qolgan hamma xil giysa bo'ladi, yuvilmagan bo'lsa bo'ldi. Ha, yuvilmagan bo'lishi kerak. Yuvilmagan pok narsa bo'lishi kerak. Ya oq narsada sal nima bo'ladi ekan dedingiz-ku, shuni bir aytib bersangiz. Endi uni aytishni bu yerda o'rnimi emasmi bilaman. Xojinalarimizni ichiga uni qolish ehtimoli bor ekan. Shuning uchun xojinalar iloji boricha aytganlarini oq kiymaganlaringiz yaxshi. Bu narsani nus aytib turibmiz. Iloji boricha bilib qo'ysalar, shunga qarab harakat qilaveradilar degan maqsadda bu gapni aytib o'tayotimiz. Inshaalloh o'zga ham tarqatsizlar bu gapni. Manfaatli bo'ladi. Bo'ldi. Xudo xolasa donish bilsangiz, shuni umraga yetsanglar, xudo xolasa shu videoni yuborib qo'yasizlar, shu ma'lumotlarni bilishlarni sababchi bo'lasizlar degan umiddamiz, xudo xolasa. Videomizga bir like bosib qo'ying. Agar obuna bo'lmasangiz, obuna tugmasini bosib qo'ying. Keyin umradan keldilar, xo'p, borib keldilar. Kelgandan keyin sovg'a salom bo'ladi o'zbekchilikda. Yaqinlarim ulashasimiz keladi. Nimalar tavsiya etasiz? Shular uchun ham biz sizdan o'ylab qo'ygan nada tasbihlarimiz bor, do'ppilarimiz bor, hajinamiz uchun ro'mollarimiz bor, mushkammallarimiz bor. Bilasiz, bizda jay namozlarimiz bor, o'tdim. Birinchi qo'limiz Xorazm bo'ylab yetkazib berish xizmatimiz ham bor. Xorazm bo'ylab dastavkam bor. Dastavkam bor. Xorazm Qoraqalpoq bo'ylab o'zing adashmasam. Qoraqalpoq ham siz uchun qilib beramiz. Qoraqalpoq ham qilib beramiz. Inshaalloh. Qarang, optimchilar ham dastavka bor. Shushnichilar ham dastavka qilib beramiz. Shushnichilar ham yoki qo'ldan kelgancha. Umradan kelganlar, xudo xolasa qilib beramiz. 1-2 kun zazorini qilib bizlar Telegramdan yo Instagramdan yo siz orqali chiqsalar, inshaalloh chiroyli narxlarda arzonroq qilib, qo'ldan kelgancha qilib olib borib berish harakat qilamiz. Bo'ldi. Если что, qaranglar, deshonda hozir donlar ham ko'rdik. Ularni ko'rsatib o'tamiz. Bundan keyin manzil ko'rsatib o'tamiz. Baribir
barib o'zim ko'rayin degan niyatingiz borku, shuning uchun sizga manzilni aytib o'tamiz. Mana bu yerda hozir yana bir donimiz bor ekan. Bu donimizni sifati eng zo'rida turibdi. Rostdan ham ichini mexi yumshoqqina bo'ladi ekan. Bilan kakbarib kiyaverasiz xudo xolasa. Asa donlarimiz bilan ham bir donishtirib bersangiz. Donlarimiz yine taraviye chiroylisi geldi. Yağış qor yağadigan bo'lsa, kapishon ham bor. Endi deshanda bir qada vaqtingizdan bo'ladi, shu vaqtda yana shu donlar sizlar xudo xolasa issiqqina ushlab turadi. Baribir har xil holat bo'ladi-ku, har xil ob-havo bo'ladi. Shunday vaqtda bilasizlar, don baribir zarar qilmaydi. Keyin bu tarafda boshqa modellarimiz bor. Donlarga keladigan bo'lsak, donlarimiz aslida 350 ming so'mdan boshlab ta 1 million 200 ming so'mdan bor. Hozir biz nasib pulini aytdik. Pulni aytadigan bo'lsak, hozir ko'pchida men 500 ming so'mga gördüm, men 400 ming so'mga gördüm, men 250 ming so'mga gördüm. Bu sizlar to'g'ri so'zlaysiz, lekin uni kilosida farq etadi. Ha, Birisi 1 kilo 300 chiqsa, u 1 kilo 300 ni hech qachon 750 ming so'm sotib bo'lmaydi. 2 kilo 300 chiqadigan hech qachon 500 ming so'm sotib bo'lmaydi. Sababi kilosi molni bilan deng bo'lishiga bahasi. Ha, tushunarli. Kilosini qarab narx chiqadi ekan-da, demak. Narxini qarab sifatdan qarab chiqadi. Yana jon namozdan shuda turibdi, xudo xolasa kelasida yaqindan akisingizda bo'ladi. Hurmatli obunachilar, manzilimiz Qozog'istonda bo'ladi, yana Qadir magazini. Ben tarafdan keladigan bo'lsangiz, toza bozorda Stenka bilan Milsaxona o'rtasidan kirib keladigan ko'cha bor. Shu ko'chadan kirib kelaverasiz, yana darvozadan kirgan joyingizda chap qo'lasa Qadir magazini bo'ladi. Xudo xolasa kelaverasiz. Telefon nomerlarini ekranda yozib qoldirdik. Shu nomerlar bilan bog'lanib turib, zakaz qilsangiz bo'ladi. Xudo xolasa 1-2 kun arantinni olib turib, zakaz qilaverasiz, sizlar yetkazib beradilar.